Gipki kamera xizmati sovuqda yopishami degan akalarga mana bugungi sanamiz xudo xolasa necha bugun? 10-noyabrda mana sovuqda issiqda issiqda yopishtirishga xudo xolasa ko'chamiz. Mitsrang bo'lgan qora oq seriya. Uyimiz ichi maloshniy svetda bo'lgan. Tumbalarimiz qora. Tevaga pastga qatordan qora qilindi va becha mana ish ketyapti. Sovuqda ham bemalol yopishtirsa bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh mana shu xonadonimizni, fayzli xonadonimizni bitirib beramiz. Xudo xolasa qiziqqanlar aloqaga chiqaveradi. Gipki kameramiz mahsulotimiz 90 ming so'm. Shu qilingan tekis devorga hamma yo'q ichida usta haqqi mehnati. Faqat sizdan lesa meda chudalarni olib berilsa bo'ldi. Shunday qilib chiroyli qilib bitirib ketamiz.